Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. 3 sotu 5 ta xona mahallani ko'ryapsizlar, вообще ideal asfalt bo'lgan. Suv haftada 3 marta Cherezdan keladi. Xudo xolisa 5 tonnali yonkislari bor. Главный bu uyimizning narxi qiziq. Hamma videoda oxirida aytardim, bu videoda boshida aytaman. $61,000 joy egalarining raqami, yana nima kerak sizlarga? Qimmat deydigan negativchilarning diqqatiga. Qoyil qolaman bundan arzon topsanglar. Manzilni eslatib o'taman. Toshmini postidan uy eshigini tegigacha 502 kilometr. Tutzor havasdan 200 metr kirib kelasizlar. Zo'r qo'shilib, mana shu o'zim yaqin ukam turadi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda artizan ham qazib qo'yishgan ekan bu ko'chaga. Mana qaranglar suvni. Mashallah. Bu faqat artizan suvi. Hovlini ichida ham artizan qazilgan, faqat suvni ichish bo'lmaydi. O'sha filtrlab ichish kerak. 5 tonnali yomkis bor. Ponni uy ichini ko'rsatib ketaman. Shoshilinglar. Hozirroq telefon qilinglar, kelib baraka qilsanglar bo'ladi. Kurshimizga 2 ta mashina bemalol sig'adi. Hovli zo'r, tayyor kirib yashaydigan hovli. 2 ta olma daraxtimiz bor ekan. Etigini uy qurib olsanglar bo'ladi Nobodoga. Tayyor ko'ryapsizlar. O'tiradigan joy, oshxona, hammom, tualet. Bu yoq uy ichilarini bitta ko'rsataman. Sizlar ungacha like va podpiskani unutmanglar. 2 xonani puliga shoshish kerak. Shunda kirganimizda kichkina koridorchi, 10 qo'limiz bitta xona bolalarga qilib bersanglar bo'ladi bemalol. Bu yog'imizni zal qilasizlar. Kattagina, kichkina emas, domdan 100 marta yaxshi, million marta yaxshi. Bu yog'imiz yana bitta zal yoki yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Bu yog'imizni yotoqxona qilib turib, bu yoq tarafni zal qilsanglar bo'ladi. Yorug'lik yaxshi, quyosh yaxshi tushadi glavnisi. Uy juda zo'r, yaxshi eshiklar qo'yilgan. Kelib hech qanaqa ish qilmaysizlar. O'zingizlar uchun nimadir qilmasanglar. Binoyimiz tagida bu yoqda podvali bor ekan. Hop. Mana bu yerda o'tiradigan xona qilingan. Oshxonaga eshigi bor, ko'rib turibsizlar. Oshxonaga ko'chadan ham kirsa bo'ladi. Hovlini qarang, kattagina hovli. Bitta mikroklimat qo'yib, kuxulni mebel sotib olish kerak. Ular ko'chib chiqib bo'lishgan bu yerda. Notariusga xudo xolisa dokumentlarimiz tayyor. Hammom kirganinglarda rakvina qilingan. YouTube'da o'zim kamdan-kam ko'rsataman. O'zlari hammomi dushoy qilingan ekan. Va hojatxonasi ko'rib turganinglarda unitazning variant qilingan. Hop. Vanna bilan hammomni suvi betga tushadi. Ko'ryapsizlar, ideal. Tapchani antga qo'yib, bitta mashina sig'adi. Ko'chada bemalol tursa bo'ladi mashina. Ko'chamiz oxiri tupik. Shoshib qolinglar azizlar, narxini aytib o'tdim, $61,000. Balki telefon qilinglar, balki kelisharlar, balki kelishmaslar. Baribir bunaqa narxga bunaqa uy topish qiyin. Naveslar qilingan. Shahardan glavniy gradus 5-6 gradus bet salqinroq yuradi. Xullas, pastki raqamli telefon qilib kelib ko'rasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshilikda ko'rishguncha xayr.